Bu bizning o'rab qachalash uyimiz. Direktor. Siz bana faqatla ishonmaydi ekansiz. Ha? Rahmat sizga. Boshqalar qani? Qag'illarni yaqili ketdi. Bundaq desangiz bana azar bersiz ham haqoratlagan bo'lasiz. Sizmi ko'nglingizga yeb ketmang. Sizning vazifangizmi intayin muhim. Non qanchalik yaxshi bo'lsa-mu, o'ralma qepi bo'lmasa, loyiqasiz maqsad hisoblanadi. Xotirjam bo'ling, sizni unutib qolmaymiz. Ko'pchilik bekor bo'lgan vaqtida sizni ko'ngil keladi. Lekin 200 mingni yolg'iz o'rab qachalab olamaydi. Er kishi qilamayman, edamayman desa bo'lmaydi. Sizmi er kishimi? Ha? Rost da'vatamsiz? Rost. Undaqda cho'qim o'rab bo'la olasiz. Xotirjam bo'ling, sizga avtomatik o'rab qachalash uskunasi tayyorladik. Uskunning to'kini uzilib qolmasligiga kapolatlik qilsangiz bo'ladi. Vazifani cho'qim o'rindayman. G'ayrat qiling. Hoy, Vali, kelib qopsan qo'y. Kira. Ha, o'ltir. Yolg'iz o'ltirdingizmi? Ay, tayyor cho'p yo'qotamsiz, bakli japat atibsiz. Ha, ko'nib qoldim. Ha, o'ltir. Bo'ldi, o'ltirmay. Nima bo'ldi? Bir ishim bormi? Anglasam, oliy maktabda yemeklik qurilish kasbining munavvar o'quvchisi ekansiz. Bu xabarni o'qib, bakla xushal bo'lib ketgan edim. O'dol degina nima ishing bordi? O'qigan odam yanada boshqalar o'xshamaydi ekan. Qarab bilib oldingiz, ha? Men Dadangga nima bo'ldi? Dadam demadim. Mundaq ish. Men alohida ichimlik yasab chiqmoqchidim. Chang'izining atgan choy so'zisi bakli yaxshi ekan. Uningga havas qilib qoldim. Meningmi uningdek yaxshi qilg'im bor. Sen qanday qilmoqchi? Men alohida mahsulot chiqaray deyman. Alohida mahsulot? Qanday alohida mahsulot? Qarang, bizning Keriyada bir narsa shundoq dangliq. U bo'lsa qo'y go'shi. Mening qo'y go'shi sutchi qilg'im bor. Sening da'vat qilgan qo'y go'shi sho'rpisi qo'y. Shu. Uning ustiga chiqim yuqori. Xamashani kirgizgan puling bormi? Bizning Keriyada yana bir alohida mahsulot bor. Aytgan choyga qo'yishga bekli mos keldi. O'ylab baqina. Yana boshqa alohida mahsulot? Eliqin narsini davatmaydigansiz, ha? Ha, esing keldimi? Kasbiy odam degan mushundaq bo'lmamdi. Tezroq qilgan. Ma'qul. Obdan tadqiq qil. Ma'qul, rahmat sizga shuji. Tadqiq qilib chiqqandan keyin birinchi bo'lib menga tetib boqinjimi? Cho'qim shundaq qilaman. Rahmat sizga. Ha, kelinglar. Tamoq yeyotganmiz? Ha, vaqtincha yeb turgan. Shuji, bizni nima ish bilan chaqirib qo'ydingiz? Ha, cho'ng ishmi yo'q. Bir gap bordi. 2 kundan keyin Tianjindan tekshirish atrif keldi. Bizning noyadan kechlik bozor bilan non zavodini toldik. Kechlik bozorimizning ko'lami xili cho'ngib qoldi. Yayimlarning turimi noyit to'liq. Non zavodini demayli qo'yaylik. O'rab qochilash texnikasi bu yerda emas, butun mamlakatda oldin qatorda turdi. Ular kelgandan keyin ularning kamtarlik bilan o'rganinglar. Ularning ilg'or tajribalarini o'rganib olinglar. Yana bir jihatdan aytganda taraqqiyotimiz noyit yaxshi bo'ldi. Shundaq. Bizdagi tajribalarni ularga uyutib qo'yaylik, yushirib bermaylik. Ma'qul, Shuji. Ma'qul. Ha, mush ishdi. Rahmat sizga, Shuji. Bo'ladi, Shuji. Tamqingizni yeb beringlar. Keriyaning yuzini to'kmanglar, ha? Ha, ma'qul. Bo'ladi. Nim qilyapsan? Birdam qarab tur, ha? Ha?